Assalomu alaykum do'stlar. Hozir Sundarbek Qoraboyevning turkmanlar haqidagi videosini ko'rdim. Yaxshi harakat bo'lgan yoritishga, lekin ma'lumotlar bazasi cheklangan, juda cheklangan ekan, ko'rdim. Sundarbek turkmanlar elati, o'zbeklar tartibidagi turkmanlar elati faqat Nurota bilan cheklanmaydi. Men buni 2008-yildan beri o'rganib kelyapman. Orada genetik analizlar ham qildirdim, chuqur genetik analizlar. Endi haqiqatan 24 ota va 5 ota mang'ishlovga bo'linadi. 24 ota o'z o'rnida bir qancha toifalarga bo'linib ketadi. Uning ichida masalan Tog'buzor turkman bor. Tog'buzor turkmanda ichida To'lish degan tira bor. To'lish bu turkiy xoqonliklar davrida mavjud bo'lgan tele. Hozir buning nomi Oltoyda To'les deyiladi yoki Do'les deyiladi. Yoki ruscha aytganda Tyulash deyiladi. Bizning Shivada To'lish deyiladi. Undan tashqari shu To'leslarning tarkibida Tardush bor. Tardush bizning tilda o'zgarib Turtush bo'lgan. Oltoyda u esa Todosh shakliga o'zgargan. Oltoy bilan Tuvada Todoshga o'zgargan. Bizda Turtush deyiladi. Keyin Turkashlar bizda nomi sal o'zgargandan To'rakishga aylangan. O'sha bor, o'sha tiralari bor. Undan tashqari yana Tog'buzor turkmanda boshqa tiralari ham bor. U ham shu turkiy xoqonlik davrlariga borib taqaladi. Men o'rganib chiqdim. 6 oylik bir Taliya Mixail qizi degan do'stimizdan informatsiyalarni oldik. U ham hayron qoldi juda o'sha narsalarni ko'rsatib berganimda. Undan tashqari 5 ota mang'ishlov toifasi. Bu 5 ota mang'ishlov toifasiga Sundarbek aytgandek qizil toifasi kiradi. Qizil toifasidan o'sha qizilcha etnotoponiy kelib chiqqan Nurotada. Keyin Onna bor. Onnadan tashqari adashmasam Toz bor. Tozdan tashqari Chulikli bor. Chulikli bu Cherikli degan tira bo'lgan. Cherikli tirasining o'zgargan shakli. Bu ham juda eski tira. Turkiy xoqonlik davridan beri bor o'sha Cherikli, Askarli degan tiraning nomi Askarli degan Cherik eski turkiy tilda. Undan tashqari men yana o'rgangan tiralarning ichida Qizil Jadraq turkman, bu bizning toifa hisoblanadi. Qizil Jadraqning ichida juda ko'p tiralar bor, mayda juda tiralar bor. Qizil Jadraq turkman aslida Qozoyaqli eliga kiradi. Qozoyaqli elining asl nomi Salur turkman. Salur turkmanlarning ikkinchi oti Qozoyaqli yoki G'azayaqli deyiladi. Ularning tamg'asi ham G'azayaq. Bu tamg'alar Turkiyadan ham chiqqan, Mang'ishloqda ham bor. Qozog'istonda hozir Mang'istov deydi, Mang'istovda ham bor, qoya toshlarda. Keyin Salurlarning tamg'asi bundan tashqari Turkiyada chiqdi. Turkiyada ko'p joylarda chiqdi, mozor toshlarda chiqdi, qoya toshlarda chiqdi Salur turkmanlarning tamg'alari. Undan tashqari Salarlar bor. Xitoyda 1370-yillarda Nurotadan ko'chib ketgan ular. Qayerdan ketganini bilmaydi. Samarqand atrofidan ketganmiz edi, lekin bilmaydi. Olimlarni men o'qib chiqdim. Tarix bo'yicha eski ma'lumotlar bor. 1370-yilda Nurota bekligidan ko'chib ketgan ular. Aqmonning bo'lagi deydi. Qaramonni bilmaydi bular. Biladimi, e'tiborga olmaydimi? Aqmon Qaramonni bizada bir toifa hisoblanadi. U toifaning oti Baroq. Qizil Jadraqda Baroq tirasi ham bor. Bu o'sha Pashtunlardagi Baroq Zay. Zay degani o'g'il degani. Bizada Qora turkman toifamizda Qora Abdal bor. Qora Abdal bu Forishda joylashgan Qora Abdal qishlog'i. Qora degani qora rangni bildirmaydi. Qora degani shimoliy yoki yirik o'rda degani.
yirik o'rda degan ma'noni beradi. Abdallarning yirik o'rdasi. O'sha Abdal Zayi ham Pashtunlardagi bizdan kelib chiqqan. Keyin Majrumda aholisi bor. O'shalar ichida Xalaj bor. Majrum bizga yaqin. O'sha Xalajlar qisman yoki to'liq tojiklashib ketgan. Bu ham bizning bir qismimiz aslida. O'shalarga aralashib, chunki bizda odam kam bo'lgan. Tog'da bir vaqtlar o'sha burunda aralashishga majbur bo'lgan. O'sha Xalajlar Pashtunlarning Xilji, Alauddin Xilji degan anasi bo'lgan. Shohi bo'lgan. Xalajlarning. Alauddin Xiljining sulolasining nomi Pashtunchada G'ilzayga aylangan. Aslida Xalajzay. Bu 3ta tira O'g'uzlarning o'rtasiga kelishidan ham oldin ro'y bergan. Bu yerda Oqxunlarga borib taqaladi. Oqxunlarning 7ta urug'idan 7ta qabila birlashmasidan bittasi Abdal, ikkinchisi Xalaj, uchinchisi Baraq. Baraq bizada Qizil Jarroq turkman tiramizda. Bizning tira esa Chimmoz deb ataladi. Yana bitta nomi Chinoq deyiladi. Yana bitta nomi turkmanchada Sichmoz deyiladi. Bu taka turkmanlarning ichida Sichmoz degan urug'i bor. O'sha Sichmoz qo'rqmas degani. Orqaga qaytmaydigan, shu ishtimadan qaytmaydigan, shu qo'rqmaydigan elat vakillarini o'sha Sichmoz deb atagan. Bizda ham asabga tegardi, o'sha atrofdagi odamlar Chichmoz deb, bu Chichmoz bo'lsa bo'pti-da. Bu degani qo'rqmas degani. Men buni o'rganib chiqqanman. Baraq, Chichmoz, Qo'shtamg'oli. Turkmanlarda Qo'shtamg'oli deyiladi, Qo'jadaldi deyiladi. Shu tiralari bor. Yana bittasi bor, hozir ismi kelmayapti. 4dan 5ta tiramiz bor Qizil Jarroqda. Shunaqa gaplar. Keyin Qora Turkman bor. Qora Turkmanda o'sha To'g'iz bor. To'g'iz degani o'sha Uyg'ur xoqonlar davrida 9 O'g'izdi. To'g'iz bo'lib qolgan. 9 To'g'iz bo'lib qolgan. Keyin Qoraqo'li bor. Qoraqo'ldan keyin Qorako'sa yoki Qorakissa deyiladi. Qorakissa Qizil Jarroqqa ham kirib ketadi bir qismi. Keyin Qora Abdal bor. O'z o'rnida yana 4ta katta toifalarimiz bor. 6 ota Qazayoqli, 6 ota Qanjig'oli, 6 ota Bo'g'ajeli, 6 ota Oytamg'oli. Uning ichida keyin Davlay bor. Yana bir nomi Davlat deyiladi. Keyin Itbo'riboy bor. Anoda Oqtepada Itbo'riboylar bular totem, bo'ri totemi, bu turkiylarning totemi, ashinalarning totemi it yoki bo'riboy deydi. Mongolchada Chonos yoki Shona deb kelgan. Ular asl turkiylar. Oqtepada o'sha Bo'g'ach degan alp bo'lgan. Qo'rqut ota yoki Salor Qozon dostonlarida bor u. Bo'g'ach Gerakl bilan keyin O'rol Botirga men ularni qilgan qahramonliklar o'shalarga mengzayman, chunki anasi bir Gerakl, Gerkules, keyin O'rol Botir, keyin Gilgameshning qilgan qahramonliklari bilan bir. Keyin bir tomoni Minotavrlarga ham borib taqaladi boyagi. Minotavr to'g'risidagi asotirga ham borib taqaladi. Juda qadimiyda. Shunaqa jihatlari bor. Shu o'z o'rnida o'sha masalan Topaz degan urug' bor. Topaz yoki To'pa Oytamg'oli turkmanlarda. O'sha narsa bor. Or bor yoki Ordu xo'ja deydi. Bu ham o'zimizda bor. Or tirasi bor. Hozir adashmasam qaysidir toifamizda bor edi, Orduxo'ja. O'sha Orduxo'ja bor. Juda ko'p etnotoponimlar turkman olimi bor. Sultonsha Atanyazov degan. O'shaning turkmanlarning nasl daraxti deydi.
o'sha shajara kitobi bor. O'shani men kamida bir 8 yil o'rganganman. Haligacha o'rganib kelyapman. Chunki o'rganish juda sinchkovlik talab qiladi. Uni solishtirib chiqish uchun bitta solishtirish uchun kunlab, oqshomlab ko'rib chiqqan paytlarim bo'lgan. O'zimiz tarixni o'rganaylik deb. Shu qizil jadroqlardan bizlarning mashhur vakilimiz, bizning amakitira Qorakissadan rahmatli taniqli baxshimiz Ergashiman Bulbul ota chiqqan, bobomiz chiqqan. O'sha kishining ta'siri bormi? Etnografiyaga, umuman etnofolklorga qiziqish bor bolalikdan. Xudoga shukr, mana shu o'rganib kelyapmiz. Genetik analizlar qildirdim. Genetik analizlar natijasida bizda terminal gaplar suqlat YNF 4205 bu Macaristonda topilgan avar xoqonlari va elita aslzodalarning qabrlaridan chiqqan xos tarmoq. Bizlar u yoqqa Macaristonga ketmaganmiz, bizlar bu yerda qolib ketganmiz. O'sha oqxunlar, varxun deydi. Bizning otamizni, boshlovchi otamizning qabri Shimoliy Qozog'istonda topilgan. Eramizning 242-yili bilan 530-yillar oralig'ida yashagan. O'sha bizning tarmog'imizni boshlab bergan. Tog'amning mening tog'a tomonimda ham analiz qildik. Tog'a tomonim ham shu tarmoqdan kelib chiqdi. Shodmonovlar, Malikovlar bir tarmoqdanmiz. Shu buyoq qizilda o'sha oqqunlar davridan beri bormiz. Keyin Bog'aja degan etnotoponim Saxada chiqdi. Saxa Yakutiyada chiqdi. Bog'aja, Kabyakskiy rayon Bog'aja degan anosi bor. Qishlog'i bor. Keyin Bog'aja ko'li bor ularda, Bog'aja ko'li bor ekan. Keyin Baykal ortida Bog'aja daryosi bor ekan. Bog'aja etnotoponimi o'zimizda ham bor. Jo'shdan o'tgandan keyin mana bu Oqmachit, Chimmos to'radan o'tgandan keyin Bog'ajat degan qishloq bor bizda. O'sha Bog'aja etnotoponimidan kelib chiqqan meros sifatida. Bu etnotoponimni ham Turkmanistonda topdim, Bog'aja ekan. Keyin boshqa etnotoponimlardan bittasi Qamishliq degan tirasi bor ekan. Bizda Qamishliq qishlog'i bor tog'da. Bu hozir bormi yo'qmi bu qishloq, lekin u tog'a yurtimizning, dadamning tog'a yurtining qishlog'i Qamishliq. Keyin Oqchap degan tira bor turkmanlarda. Oqchap qishlog'i bu ona tomonidan tog'alarimizning qishlog'i. Bizda o'zimizning qishloq yuqorida tog'da bo'lgan Gum, Beshmola degan joy bo'lgan Gum selsaveti bo'lgan. O'shanda Beshmola hozir yo'q menimcha. U Beshmolada faqat cho'pon uylari qolgan bir ikkita. Beshmolada ota-bobom shu yerda tug'ilib o'sgan, keyin tekstilga tushgan, hozir yangi qishloq Urganchi tomonga tushgan, pastga qarab. Urganchi qishloq fuqarolar yig'inida. Urganchi ham shu O'g'izlar degan o'z bilan kelgan, oti nima edi? Ko'chmasi bilan kelgan. Keyin katta qishlog'imiz To'ra, Chimmos To'ra deydi. Birlashtirib bizada tiran nomini. Keyin Chimmos qishlog'i kiradi o'zi o'rnida, Oqmeshit kiradi, Oqmachit. Qo'shtamg'ol qishlog'i bor o'sha tiran nomidan. Yana bir nechta qishloqlar bor. Volvol bor. Volvol bu oqxunlarning poytaxti bo'lgan. Hozirgi Shimoliy Afg'onistonda Balx viloyatining Qunduz shahar atrofida Valvaliz degan yoki Varvaliz degan poytaxti bo'lgan. Salur turkmanlarining tarkibida Volvol degan tirasi bor. Bizda Jo'shta atrofida Volvol degan qishloq bor. Keyin Haytan buloq degan qishloq bor Qo'shrabotda. Haytan buloq ham bu arabchada haytal degani eftalit, oqxun degani, o'shandan meros bo'lib qolib, haytal buloq, haytan buloqqa aylangan. Bu ham bitta isbot.
Keyin Shova degan tirasi bor turkmanlarning. Shovadan tashqari Murishkor bor. Murishkor vaqt soati bilan Mirishkorga aylangan. Mirishkor esa bizda Minishkorga aylangan. Bu ham turkman tirasining oti, atamasi. Juda ko'p Papan degan urug' bor turkmanlarda. Bizda Nurotada Papanay degan qishloq bor. Bizda qo'shni qishloqlar bir 15-20 kilometrdan keyin Papanay keladi. Papan. Keyin yana bir kamida bir 10 ta 15 ta etnotoponimni topdim-da, hali ham kelib chiqyapti o'rganishim davomida. Shunaqa qiziq ma'lumotlarni yig'ib boryapmiz. Genetika yuzasidan aytsa agar bizning terminal gaplosuhbat NF4205 bilan birgalikda bir tarmoqqa kiradigan vakillardan bittasi Turkmanistondan chiqdi. Sakar Turkmanning natijasi. Sakar Turkmanning bitta nomlanish Siyadaq Sakar deydi. Bu degan Qoratog'lik Sakar. O'zimizda Qoratog' bor, o'sha Qoratog'ni atrofida yashagan. Katta qismi Sakarlarning keyin ko'chib ketgan, kichik qismi bizlarda qolgan. O'sha Siyadaq Sakar deydi. Forchada Siya degani o'sha qora degani Qoratog'lik Sakar. Hozir mos tushdi, bir kishi hali bitta odam test qildi, o'sha mos tushdi. Aynan mos tushdi o'zimiz bilan. Ikkinchi vakil Eronning Turkman sahrosi Gunbadbek Qabus degan joy bor. O'sha yerda oqqoladan ilmiy namuna chiqdi. Eronliklar o'rgangan, genetik analiz qilgan. O'shani Taka Turkmanning vakilining natijasi chiqdi. Biz uning nomini bila olmaymiz, chunki u anonim namuna bilib bo'lmaydi. Yana bitta namuna bor, u Turkiyadan chiqqan, Mersindan asli kelib chiqqan yoruklardan. O'sha biz bir tarmoqdan chiqqan. Yonboshda bir anodan guruhdan o'rin olganmiz birgalikda. Asli yoruk turkman. Yana bir yigit chiqdi, Turkiyaning Qora dengiz bo'yidan, Gumushxona, ya bizning tilimizda Kumushxona degan joydan, Chepni Turkmandan chiqdi. Undan ham shu terminal gaplashuv chiqdi. Ana sizlarga o'g'izlar bilan bog'liqlik. Bizda til vaqt soati bilan o'zgargan, chunki bizlar kam bo'lganmiz, tog'dagi tojik og'aynilar bilan aralashganmiz, chunki kam sonli bo'lganmiz. Orada uncha ko'p bo'lmaganmiz, ikkala tomon ham. Tog'dagi tojiklar bular So'g'diylarning avlodlari, o'sha bu genetik analiz natijasida kelib chiqyapti, bu narsalar isbotini topyapti. Keyinchalik 15-16-asrda ko'chma bo'lib kelgan tojiklar ham bor. Bir qismi Tojikistonda tojiklardan kelgan, bir qismi Buxoroni tomonidan kelgan. Asl So'g'diy mahalliy tubjay aholi o'sha tog'da yashagan. Sintob, Mojirim, shu yuqori betda qishloqda tog'li qishloqlar bor. Keyin Mojirimda bizning halajlar bor. Ular tojiklashgan aslida hozir. Lekin aslida bizlardan yana toifaga kiradigan Abdal bo'lsa bizda Abdal bor, Qora Abdal, Baraq bo'lsa bizda Baraq bor. Halaj ular o'shalarga o'tib ketgan. Bu 3 ta tira pashtunlarda ham bor. Abdalzay, Baraqzay, Xilzay yoki Gilzay deydi. Zay degani o'g'il degani, Abdalning o'g'li degani. Shunaqa qiziq ma'lumotlar bor. Qora turkman bor, yotur bor, yotir deydi yoki yotuq deydi turkmanlarda. Bizning tilda esa jadir deydi. Bizda qizil jadraq toifasi ersarilar ichida bor. Surx deyiladi. Bitta toifasi surx, ersarilar ichida, ikkinchisi chatiraq. Shuni ikkalasini birikuvdan bizda qizil jadraq turkman deb saqlangan. Shu tomonlari qiziq. Kim o'rgangisi kelsa, o'z elini o'rganish kerak, tarixini. Endi bizda bu hobbi, haligacha hobbi. Hammaga sog'lik, salomatlik tilayman.
Savollar bo'lsa, savollar bilan chiqaveringlar. Rahmat e'tibor uchun.